hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Diplomatiya xabar kanalining bugungi xabariga qaraganda, Tojikistonning Afg'onistonning sharq shimoli bilan bo'lgan tog'liq chegarasiga ancha yiroq bo'lmagan Vaxan koridoriga yaqin 5 yil ilgari sobiq Sovet ittifoqining konsuli bo'lgan bir yerda Xitoy bir yurish bino va qorovulxona silib chorlash ilib borganligi ma'lum bo'lgan. Yerlik aholilar harbiy uçquchisiz aeroplanning doim uchib yuradiganligini va kuzatish uskunalarining borligini oshkorladi. Bu Xitoyning O'rta Osiyodagi harbiy izini ko'rsatib berdi. Ko'p qatim bu asliyalarni ziyorat qilgan va ismini oshkorlashni xohlamagan ikki kishi bu yerda Afg'oniston, Xitoy, Tojikiston xodimlarining borligini, uch tarafning uchur to'playotganligini va to'plagan uchurlarni o'rtoqlashganligini, Afg'oniston askarlarining ilgari har 2 oyda bir qatim almashib turadiganligini, Taliban Afg'onistonda hokimiyat tutgandan keyin hozir bu asliyalarda Xitoy va Tojik askarlarining qolganligini aytdi. Dokladda yana Beijing necha 10 yil Talibanlar bilan amaliy va ba'zida jiddiy xizmat munosabati o'rnatganligi, yaqindan beri Talibanlar Uyg'ur qurolli qismlarini chegaradan boshqa yerga yo'tkayotganligi, Xitoyning necha milliard dollarlik bir balvoq bir yo'l tashabbusi, Xitoyning iqtisodiy va siyosiy ta'sirini O'rta va Janubiy Osiyoda texnik keng ko'lamda kengaytirishning bir qismi ekanligi, Xitoyning Tojikiston bilan bo'lgan harbiy aloqasini kengaytganligi, Afg'oniston bilan chegaralangan O'rta Osiyo davlatlari bilan ikki taraflik harbiy manevr ilib borganligi, Hongkongning Janubiy Xitoy atlantik pochtasi gazetining 2018 yillik doklatiga qaraganda, Xitoy yana Vaxan koridorida tijorat qilgan Afg'oniston brigadasini mablag' bilan ta'minlaganligi va tarbiyalaganligi, 2019 yildagi Washington Post gazetining doklatidan bayqanishicha, bu bazadagi Xitoy xodimlarining Xitoy xalq ozodlik armiyasidan farqlanganligi, ularning harbiy qism yoki xalq qurolli soqchilari bo'lishi mumkin ekanligi, bu harbiy qismning yaqinqi yillardan beri O'rta Osiyodagi harbiylar bilan manevr ilib borganligi, Wall ko'chasi gazetining 2019 yilgi dokladida Afg'oniston va Tojikiston Beijing bilan maxfiy kelishim hosil qilib, Beijingga Tojikiston chegarasiga 30 dan 40 gacha bo'lgan qorovulxonni remont qilish yoki kengaytirish huquqi berganligini bayon qildi. Xalqaro Olimpik komitetining muavin raisi, Avstraliya Olimpik komitetining raisi John Curtis Beijing 2022 yillik qishloq tanakat musobaqasini o'tkazishga tayyorlik qilayotganda Xitoyning kishilik huquq xotirasiga jang e'lon qilish bizning vazifamiz emas. Kishilik huquq Olimpikning asosiy prinsiplarining muhim bir qismi bo'lsa-mu, Xalqaro Olimpik komiteti sohibxon davlatning egilik huquqiga hurmat qilishi kerak. Xalqaro Olimpik komitetining vazifasi mamlakatlik Olimpik komitetida yoki Olimpik harakati jarayonida tanarkatchilar va tomoshabinlarda kishilik huquq dafsanchiligining bo'lmasligiga kafolatlik qilish. Bizning bir davlatga nima qilishni aytish haqqimiz yo'q. Deyish orqali Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ko'rmasga selib, Xitoyga yeshil chiroq yoqib bergan. Erkin Osiyo radiosining xabariga qaraganda, Qozoq Avtonom oblastining Chapchal Shiva nahiyasi Jag'asta yezida o'tirishliq Ilhom Eminjon 21 yosh vaqtida 15 yillik turmaga qamalgan bo'lib, bu yil 6-oyning 22-kuni jazo muddati to'shqan turuqliq qo'yib berilgan. Hatto jazo muddatining uzartilishi haqida oilasidagilar hech qanday bir uqtirish topshirib olmagan. Noyning amaldorlari nima uchun qo'yib berilmaganligiga aloqador so'ralgan savollarga javob bermagan. Uning oilasidagi o'zidan boshqa 3 qarindishimi tutqun qilingan. Cho'ng aksi 40 yoshlik Mamatjon 2018 yili 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Kichik inisi 33 yoshlik Erkin qo'l telefonida qonunsiz materiallar ko'rilgan. Davlatni parchalashga uringan deb tuhmat chiqarilib, 2009 yildan 2015 yilgacha 6 yil turmada yotgan. 2017 yili ikkinchi qatam Xitoy nishonlagan biri uningga telefon qilganlik uchun qayta qo'lga olinib turmaga tashlangan. 27 yoshlik inisi Anvar bu yil 6-oyda 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Jag'ista yezisining amaldori bir oiladagi 4 o'g'ilning Xitoy tarafidan tutqun qilinib qamalganligini rad qilmagan bo'lsa-mu, konkret ahvoldan ma'lumot bermagan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan 4 yilda atalmish Xinjiangda qo'lga olingan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning ko'pinchisi qo'yib berilmagan. Ammo sobiq mahbus bo'lganligi uchun qayta qo'lga olingan va
Jazo lagerlariga avatilganlarning ko'pinchisi jazo muddatini tamomlagan bo'lsa-mu, asosan degidek oilasiga qaytib kelmagan. Bir kun çaresiz qolgan vaqtingizda hech kimdan chora kutmang. Chorani o'zingiz qiling. Umidsiz ahvol yo'q. Umidsiz inson bor. Men hech bir zaman umidsizlanmadim deydi G'ozi Mustafa Kemal Atatürk. Ve bu umidning, birlikning natijasida g'oyat zo'r dushmanning ustidan g'olib keladi. Boshqalardan chora kutish irodasizlik, o'rinliq, jur'atsizlikning beshorati. Allohga dal tavakkul qilish, ishonch, iroda, izchil harakat, mushaqqatni yengish ro'yi bizni vatanimizning mustaqilligini qo'lga keltirish nishonimizga ulashtirdi. Mustaqillik, hurlik bizning aloylikimiz bo'lganda, dushmanning o'ynagan o'yinlari, qurgan tuzoqlari ishga oshmaydi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngillilar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.